Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Hojimurodov va bizani bugungi navbatdagi videomizda ancha oylar oldin limon kesh haqida bitta video qo'ygandim. Ya'ni o'z referendumni qo'yganman va o'shandan keyin buni sinab ko'ramiz. Albatta kirib o'ynab ko'ringlar, unaqa-bunaqa deb gapirgandim. Oradan ancha vaqt o'tdi, ammo haligiyam bu o'yinga kirgan paytimizda menda hozircha 57 ming so'm pul bor. Buni minimal summasi, ya'ni bu yerdan bu yerda yechib olinishi, pulni yechib olish uchun bizlarda 57 ming so'm yetarsiz, ya'ni bu yerda yetmaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 75 ming so'm bo'lishi kerak. 75 ming so'mdan 50 ming so'mgacha deyapti bu qirjang'i. Xullas, menga bu 57 ming so'm qayerdan kelgan? Mana bu yerda hurmatli mana kuzatib borayotgan obunachilar, ya'ni sizlar meni referalim orqali kirganinglar uchun oz-ozdan menga ma'lum bir nima deyishimiz mumkin, referalga dolyasini bergan. Shu orqali bu yerda yig'ilyapti. Bu bosish orqali nima yig'sa bo'lardi? Mana 15 ta, har bitta anaqaga 15 tanga beradi. Ya'ni bitta bosganingizga sizlarga даже 1000 so'm ham bermaydi. Bu yerdan olish qiyin. Bu yerdan daraja sotib olish, shunda tezroq pul ishlaysan deb aytgan. Mana bu yerda kuniga, ya'ni 2-darajada kuniga 4,5 ming so'm bosish mumkin. Men hozir 1-darajadaman. 1-darajada poq ham bosib bo'lmaydi, ya'ni bosish orqali pul chiqarib bo'lmaydi. 3-daraja orqali esa 18 ming so'm deyilgan. Xo'p, 6-daraja uchun esa kuniga 650 ming so'm deyilgan. Bu yerda endi nima logikani tepadigan joyi, buni atrofidagi mana shu narxlarga qaranglar. 18 ming so'm uchun kim mana shu 600 ming bunga tiqadi? Ya'ni bu yerda hali hech kim bundan doxod olmagan. Ammo u nima qilyapti? Mana shunaqa bersang qanaqadir piramida o'yinga o'xshaydi. Buni hozir topda turgan odamlardan so'rab ko'rsa, ya'ni bu referal bo'yicha просто так bu eng ko'p anaqa pul bosib, bu yerdan pul ishlagan, tap qilish orqali pul chiqargan odamlarni aytsang, yo'q, men pul tiqmaganman, u paytda просто так birinchi marta bosaverganman, bekorchi bo'lgan paytimda har kun kechasi erinmasdan har Telegramga kirib qolsam, har kuni 24 soatdan bosardim va 70 ming so'm tushgan 70 ming so'mni chiqarib olganman. Sразу bo'lmasa ham tashlab bergan deyapti. Qolganlar esa mashinistlar deyapti. Endi bilmadim, endi buni nimaligini bilmayman. Men hozir bu turishimda suvni ko'rmasdan etigini yechish juda dalbayoblik bo'lardi, qo'pol qilib aytganda. O'shaning uchun men hozir bu yerga pul tiqib yoki bu yerda bosish orqali sarmoya qilib pulni ko'paytirish ahmoqlik. Ya'ni ham siz vaqtingizni yo'q qilib bosishingiz kerak bu limonni, ham yana bu yerga sarmoya kirityapti. Bu qanaqadir piramidaga o'xshayapti. O'shaning uchun men biroz ajdaniyada turibman. Ya'ni bu yerda sizlarga polniy signal, mana men bosib oldim, mana bosinglar, davay pullaringizni tiqinglar, to'larkan deyishim uchun men bu yerda o'zim pul chiqarib ko'rsatishim kerak. Ya'ni qora gap bilan hech narsa bitmaydi. O'shaning uchun bu yerda bu yerga start bosmagan odamlar просто так bosmasangiz ham start bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim mana shu mani referam orqali kirib, ya'ni bu yerda nimani isbotlab ko'rmoqchiman. Bu yerda 57 ming so'm pul bor. Yana 20-30 kishi mani referamdan kirsa, bu 60-75 ming so'm nari berisi bilan o'shanaqa darajaga chiqadi. Ya'ni 70 ming so'mdan oshsa, buni ko'pchilikka ko'rsatishim uchun bo'ladi. Agar mana shu joyda ya'ni pulni chiqarib bermasa, ya'ni 2 soatdan 1 haftani ichida pulni kartamga tashlab bermasa, albatta bu holatda u mashinik bo'ladi. Ya'ni pul yo'q.
odamlarni vaqtini shunchaki o'g'irlayapti bu yerda. Nimaga o'g'irlayapti? Bu yerda birinchidan vazifalarni orasida endi buni halol yoki harom deyish noto'g'ri-ku, lekin bu yerda Zuhra ismli shaxs bilan hamkorlik qilishimizni so'raydi. U esa kazinolardan biri bo'lgan, nomini aytish ham qiyin, endi mani nomini ataganim bilan unga plyus bo'lib qolmaydi. Win degan AdinXbetga o'xshagan bitta kazino platforma bor. Bookmakerskiy. O'shani kanalni va bitta mana shu anaqadagi veb tushda ishlaydigan botini tiqishtirdim man o'sha yerda ko'rgan paytimda. Hamkorlik qiling, men bilan pul ishlaysiz, u bu deganiga man mayli deb anaqa qilgan paytimda esa mana shunaqa menga aytgan narsasi mana shu win-winga kirasan, mana shu yerga pul tiqishing kerak. Man o'shanda bu yerda shartni bajardi deb qo'shaman. O'sha paytda 1.200.000 so'm tushadi debdi-da. 1.200.000 so'm anaqa qilishingiz uchun siz unga почти u 1.000.000 so'mdan oshiq unga yutqazib berishingiz kerak. O'sha hozirgi paytda qanaqadir u oddiy bir ahmoq, ya'ni dalbayob ham tushunadigan, dalbayob tugul endi tili chiqib, endi maktabga chiqa boshlagan yosh bola ham telefonni qo'liga ushlagan kazinoni qanaqa bir harom narsa ekanini biladi. Ya'ni u yerda omad yoki tasodif yoki boshqa bir fishka yoki bitta bezlamat qilingan boshqa bir narsa yo'q. Prosta tak sizlardan boshida berib ko'radi. Ya'ni siz boshida kattaroq summa tiqishingizni undab, siz kampir bilan kirgan paytingizda, demak, men hozir bu yerda 1.000.000 so'm bilan kirgan paytimda, demak, bunda hozir 20.000.000, 30.000.000 so'm tiqishgacha aqli yetadigan pul bor bunda. Hozir bu 100% tiqyapti deydi-da, menga tars etib u yerda 10.000.000, 20.000.000, даже 50.000.000 so'm ham yutqazib beraveradi. Ya'ni o'sha paytda bir marta chiqarasiz undan. Chiqargandan keyin o'sha solaverasiz, o'sha o'zingiz yoningizda pul qolmay boshqalardan qarz olib solaverasiz. Shunaqa. Kazinoni haromligi mana shunda. Ya'ni sizni quritish uchun to'liq tuzilgan narsa. Kazinoni onlayn mana shu AdinXbetga o'xshagan onlayn ham bitta go'r, uni ana shu offlayn, ana shu kazinoda borib o'ynaganlar ham biladi. Bu hozir bizada yo'q, lekin Qozog'istonda va boshqa davlatlarda bor bo'lsa kerak, lekin men O'zbekistonda yashayman. O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q. Ya'ni offlayn kazino, ya'ni karta o'ynash, mana shu fishka tashlash, u yoq bu yoq, ruletkalar, boshqa hech balo yo'q bu yerda. Ya'ni azartli narsalar hozircha offlayn anaqada yo'q hech nima. O'shaning uchun buni bilish qiyin. Ya'ni nima deb tushuntirsam ekan, ya'ni sizlarga buni hozir batafsil aytib berish qiyin. Xullas, harom bu narsani harom deyish shu prosta tak sizni olib tiqadigan joyga diniy masalani qo'yib turaylik, harom deb. Prosta tak sizni u dunyodan olib bu dunyoga tiqadigan narsa u. O'lsangiz ham qarzingizni to'lab ketadi, ketaysan, yaqinlaringiz u narsaga bir bosh tiqdingizmi, prosta tak u sigaret chekishga o'xshaydi. Bitta chekasiz, mayli uni pulim qolmasa bemalol tashlayman, hozir biroz anaqam bo'lmayapti deb qiziqishga chekasiz, keyin boshingiz og'riydigan bo'ladi. Uni chekmasangiz bo'lmaydigan bo'lib qoladi. O'rganib qolgan bo'lasiz. Xullas, bora-bora pulingiz bo'lsin, bo'lmasin, chekkingiz kelib qoladi. Puliyam shunaqa. O'zingizda bo'lmasa boshqadan olasiz. O'shanaqa narsaga bu da'vat qilyapti. Buni sharti shu. Agarda bu yerda ya'ni bu mashinist va bo'lmasdan rostdan bu yerda pul beradigan bo'lsa, prosta tak bosish kerak. Men hozir biror bir buni ustidan hukm chiqaradigan, men diniy ulamo yoki bitta bir qonun chiqaradigan parlament emasman. Men qonuniy yoki diniy buni ustidan qaror chiqarib, hukm chiqarib yuboradigan. O'shaning uchun bu yerda men sizlardan yordaminglar kerak. Bunga start bosishinglarni so'rayman va bu yerda start bosgan paytinglarda mana shu yerda qancha odam ko'p bo'lsa, ya'ni mani referaldan qancha odam ko'p kirgan bo'lsa, mana shu
jirkanch narsadan o'ynamasdan turaboq man bu yerda o'zimni haqqimni olishim mumkin bo'ladi. Ya'ni shu jirkanch kazinodan bo'lmay turib. Keyin sizlarga chiqarayotgan paytimda ham ko'rsata olaman. Xullas, sizlardan iltimosim shu. Mana shu referaldan bitta ko'ringlar, test rejimida ko'ramiz.